Hop, assalomu alaykum barchaga, hurmatli o'quvchilar bor. Bugun sizlar bilan Listening Part 3da, ya'ni Matching Speakers savol turini ko'rib chiqamiz. Hop, boshladik. Listening Part 3 Matching Speakers savollari. Bu yerga, o'sha partga qisqacha ta'rif berib o'tsam sizga audio qo'yib beriladi. Ya'ni multi-levelda audio 2 marta eshittiriladi-ku, audio qo'yib beriladi va u audioda qanaqadir narsani yoki holatni tasvirlab beradi speaker, ya'ni birorta gapiruvchi odam. Sizning vazifangiz audioda kelgan ma'lumotlardan kelib chiqib, variantlar orasida to'g'ri javobni topish bo'ladi. Va misol uchun qaranglar, o'zi 4 ta speaker beriladi va 1 dan 4 gacha 6 option, ya'ni variantlar bo'ladi. A dan F gacha. Qaranglar, bu yerda ikkitasi xato javob, ya'ni to'g'ri kelmaydigan variantlar bo'ladi. Bu tomonda speakerlar, bu tomonda optionlar turadi. Misol uchun birinchi speaker birorta mavzu, holatni tasvirlab beradi, birorta mavzu haqida gapiradi va o'sha mavzuni siz bu yoqdan, ya'ni A dan F gacha bo'lgan joydan qidirishingiz kerak bo'ladi. Asosiy keywordlarni belgilaymiz. Bir sallamxani yoki variantni boshqalardan ajralib turadigan so'z yoki so'zlarni aytamiz. Keyword degani misol uchun asosiy so'zda, misol uchun qarang, reading da, listening da ham keyword bo'ladi. Ya'ni variantlar orasidan bir ajratib turadigan so'z bo'ladi va mana shu keyword deb ataladi. Xo'p, qaranglar, listening part 3 ni qiynaladiganlar juda ko'p va men bunga bitta nima desam bo'lar ekan. Endi qadam-qadam strategiya bermoqchiman. Har kuni bitta BBC podkastini 6 talik stepda ishlaymiz. 6 stepi bor, podkast mana. Bu ham BBC podkastiga kiradi, lekin TEDxga mayli, farqi yo'q. TEDx bo'ladimi, BBC bo'ladimi? Ya'ni TEDx study or degani bo'ladi hozirda. Mana. Mana. 5 minutlik. Siz shunaqa podkast olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qadamda siz oddiy shunchaki eshitasiz. Qarang, bu sizga aynan Listening Part 3 ga katta yordam beradi. 4 ta topishingizga. Oddiy shunchaki eshitasiz. Ikkinchi stepda esa eshitamiz va yozib olamiz. To'xtatib eshitish mumkin. Qarang, misol uchun endi YouTube linki ham bor, hozir mana bu yerda. Mana YouTube linki ham bor, subtitle bilan. Hozir bu videoda subtitle yo'q. YouTube'da TED deb yozsangiz chiqadi. Mana bunaqa 5 minutlik podkastlar chiqadi. Bu ham bo'laveradi. Qarang. Mana, you like the season of all nature sleep. William Shakespeare. Burada subtitle yo'q-ku. Baribir eshitgansizlar, qolib tushunishga bo'lsa. Endi qarang, yozib olasiz bularni. Bularni yozib olasiz. Ya'ni so'zma-so'z yozib olasizda, to'xtatish mumkin. Daftar tutasiz, bunga alohida daftar tutishni tavsiya ham, so'zma-so'z yozib borasiz buni. Keyin 3-qadamda skriptlar bilan solishtirasiz va xatolarni to'g'rilaysiz. Endi subtitle mumkin emas ekan, adashibman, subtitle mumkin emas. Shunchaki eshitib, eshitganingizni yozib ketasiz, to'xtatib. Bu ancha katta yordam beradi listeningda, nafaqat part 3 ga, part 2 bilan part 6 ga ancha katta yordam beradi. O'zim ham vaqtida shu usuldan foydalanganman. Xo'p, 4-qadamda esa yozib olganlaringiz ichida bilmagan so'zlar tarjimasi bilan yodlaysiz. Misol uchun qaranglar. But you nima dedi? Esimda qolma. You must study. Ko'proq o'qishing kerak degan ma'no berib ketdi-da shu. Mana shunday bilmagan so'zlaringizni yodlaysiz. Ya'ni tarjimasini lug'atdan qidirib. 5-stepda 1,5x eshitasiz. Hozir x zo'rlikda buni.
Qarang mana 1,5x YouTube'ga qo'ysak bo'ladi. Birinchi Telegramda eshitgan yaxshi, bunaqa podkastlar menda ko'p. Xohlasalaringiz tashlab beraman mana. 1,5x ga qo'ydim. Mana shuni eshitib ketasiz mana. Endi qarang, 6 chiqadi desa, yana shunchaki qayta eshitasiz. 1x. Endi 1x ga qo'yamiz. Joyiga qaytaramiz. 1x mana. 1x eshitadi. Xo'p, qaranglar, buni qilishdan nima maqsad desanglar, bu misol uchun yozib olyapsiz-ku, ana shu spikerlardan listeningni o'zi podkastlar oshirib beradi ko'proq. Ya'ni bu podkastlar aynan mana shu part 3 ga juda kerak bo'ladi. Yozganlaringiz bilmagan so'zlar yodlayapsiz, lug'at boyligingiz oshyapti bu yerda. Skriptlar bilan solishtiryapsiz, dictation qilyapsiz. Skript yozish kerak. Listening tinglab tushunish. Oddiy tinglash emas u, tinglab tushunish u. Qaranglar. Hozir mana 5 bilan 6 da nima uchun 1,5x ga qo'yib, keyin 1x ga qo'ylyapti, qarang. 2x ga qo'yaman hozir. Mana. Tez aytadi. Juda tez aytyapti. Endi qaranglar, 1x ga qo'ysam juda asta qoladi. Bo'ldi, lekin bu ham ko'proq edi-da. Juda asta qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Juda asta qolyapti. Boyni ham eshitdik-ku 1x da, birinchi stepda. Lekin undan sal tezroq, tez edi-da bundan. Xo'p, endi praktis qilamiz. Imtihonda tushgan material olganman. Mana o'sha material. Xo'p, tanishib chiqamiz material bilan. Mana shunaqa sharti bo'ladi. Ya'ni yozib qo'ygan you will hear people speaking about jobs. Ya'ni siz eshitasiz odamlar kasblar haqida gapirgani. Each speaker won 5. What each speaker what each speaker says about AF. There is a one extra answer. One extra bo'lmaydi imtihonda bu yerda one extra bo'lgan. Bu test standart emas. Imtihonda lekin 4 ta bo'ladi. Bu yerda 5 ta bo'lib ketgan. Bitta ortiqcha javob bor, siz undan foydalanmaysiz, deyapti. Xo'p, audiosini qo'yib boshlaymiz. Audiosi to'g'ri deydi. Qani, audio eshitilyaptimi? Audio eshitilyaptimi? Yozib yuboringlar ham, audioni qo'ydim. Ovozi baland. Xo'p, qaranglar. Ishlamayotgan bo'lsa agar, hozir ham ishlamayotgan bo'lsa, audiosi bor-ku. Men audiosini tashladim kanalga. Mana 6 Mana shunda o'zlaringdan qo'yinglar, eshitiladi. Men qo'ysam biriklar eshitiladi. Xo'p, speaker 1 dan boshlaymiz. Hamma birga yoqsin. Audioni hamma birga yoqsin, birga ishlaymiz. Ko'ramiz. Savollar bo'lsa, dars oxirida bersanglar bo'ladi. Boshladik. Qizlarim yoqib olasizlar.
30 kun tayyorlanishga vaqt berdi mening. Xo'p, qaranglar, birga nima javob oldinglar? Bir. Eshitgan bo'lsalaring, birga nima javob oldinglar? Hech kim hech qanaqa javob olmadimi? Birga javob olmadinglarmi? Xo'p, qaranglar, birdan buni deyapti. Endi bu yerga yozib yotmay. Part 1 emas, part 3 ishlayapmiz. Xo'p, qaranglar. Birga bunday deb ketdi. Qisqacha aytib o'tsam. Bunday deyapti-da audioda. Juda ish soati juda uzoq va siz ertalab baroq turasiz. Baroq turaman deyapti va kech yotaman deyapti. Qishdayam, yozdayam ob-havo yomon bo'lgan paytda ham ishlaysiz deyapti. Ekin olasiz deyapti. Ya'ni daromad, men ko'p pul topmayman, lekin ekinlarda daromad keladi deyapti. Qisqacha shunday deb ketdi. Tarjima ham qildim men. Endi qaranglar. Sizlarga yordam berdim. Endi-chi? Endi yozinglar qani. Qaysi javobni olasizlar? S, to'g'ri. To'g'ri, S bo'ladi. Right. S bo'ladi javob. Birgasi davom etamiz. Ketib qolibdi. Birga S bo'ladi. Davom etamiz. 2. Xo'p, 2gacha. 2. Ikkiga nima javob oldinglar? Hech kim javob olmadimi? To'g'ri. Yana to'g'ri topdingiz. Nimaga asoslanib bo'layapti? Uni ham tushuntirib ketsam. Artist rassom degani, to'g'rimi? Rassom. Ya'ni o'sha rassomning asosiy ishi bu to'g'ri chizish, o'sha odamlarga yoqishi kerakda chizgan narsalari. Bu yerda ham xuddi shunaqa ma'nolar ketyapti. Hop, endi 3.
Qayerda? Son bu keyword bo'ldi. Kimlar xulosa bilmam. Kimga dars aytgandim. Ana shu dars hozir ish berdi-da bu yerda. Ana shu narsa ish berdi hozir. Keyword. Yaxshilab quloq solgan bo'lsangiz, bu yerda hozir ko'proq keyword ishlatdi. O'sha mavzuga doir. Deyishyapti. To'g'ri. To'g'ri. Just right, man. To'g'ri. Qara, bu yerda education dedi. Keyin bu yerda bakalavr o'qiganman dedi. Boshida shu universitet haqida ko'p gapirib ketdi. Men bolalar bilan har doim ishlayman dedi. Education haqida gapirdi bu yerda. Educationga doir birorta bu yerda teacherdan boshqa kasb yo'q-da. Shuning uchun bu yerda javob D bo'ladi 3 ga. 3 ga javob D. 4. Siz davlatma-davlat yurasiz dedim. Ya'ni qo'shiqchilar davlatma-davlat yuradi. Lekin sizda oilangiz bo'lsa, bu narsa juda qiyin deyapti. Ya'ni bu yerda hozir nimaligini aytmadi, bu yerda keyword ishlatmadi, lekin ma'no chiqardi-da bu yerda. Ko'proq ma'no jihatdan chiqarib olsangiz bo'ladi. 5-si va oxirgisi. Shu bilan darsni tugatamiz. Qaranglar, bu yerda o'zi ko'proq biznes haqida gapirdi. Undan keyin dish deb ketdi. Dishni bu yerda idish emas, taom ma'nosida olamiz. Bu yerda o'zi biznesmen ekan. Bu yerda hozir taomlar qayerda bo'ladi? Restoranda bo'ladi. Restoran owner, ya'ni javobimiz F bo'ladi.